Dunyo bo'yicha 8 milliard insonlar bor. 3 ta toifaga bo'linar ekan ular. 80%, 13%, 7%. 80% insonlar dunyo bo'yicha subyektiv haqiqatda yashaykan. Subyektiv haqiqatda. Bu qanaqa insonlar desak, ular yoki kechagi kun bilan yashayapti, yoki ertangi kun bilan yashayapti. Bugungi kun ular uchun yo'q. Bir xillarda juda katta qarzlar, bir xillarda juda katta kreditlar. Zavtrak, obed, ujini ham faqat demak shu haqida o'ylaydi u. Kreditim qanaqa beraman, qarzim qanaqa beraman deydi. Bugun kun o'tyapti, hech narsa qilmayapti, ulg'ani qilmayapti u, yashamayapti-da u. Subyektiv haqiqat yana qaysi insonlar kiradi? G'iybatchilar, odamlarni muhokama qiladiganlar, ayblaydigan, nolaydigan insonlar mana bu yoqqa kiradi, 80% ga kiradi. Hammani aybdor qiladi. Davlat aybdor, odam aybdor, rahbarim aybdor deydi, onam aybdor, hamma narsani nolaydi, ayblaydigan subyektiv haqiqatga kiradi ular, 80% insonlar. Endi 13% insonlar qanaqa desak, bu qanaqa insonlar? Bular har kuni tahlil qiladi ishda. Tahlil qiladigan insonlar. Bo'lsa bugungi kuni tahlil qiladi. Ertalabdan kechgacha men o'zim nima qilishim kerak? Dunyodagi 7% insonlar baxtli insonlar hisoblanadi ekan. Aynan baxtli insonlar jamiyatga berguvchilar. Ular faqat nima bersam deydi. Ertalab turgan paytda nima olsam emas, nima bersam deyganda ular.